Qishloq hududlarda aynan shu quyosh panellarini o'rnatish qanday imkoniyatlar yaratadi? Qishloq hududlarida ayniqsa biz yaxshi bilamiz, qishloq xo'jaligida elektr energiyani sarflovchi asosiy qurilmalar bu nasoslar hisoblanadi. Ya'ni fermerlarga yetarli darajada suv yetkazib chiqarib berish imkoniyatini yaratib berish uchun bu albatta elektrga bog'liq holda chiqariladi. Bunda fotoelektr stansiyalari albatta bu eng muhim omillardan biri va qishloq xo'jaligini bugungi kunda ko'pchiligimiz yaqinda kuzatdik. Shu Farg'onada fermer xo'jaligi yerga nafaqat ekilgan, uni yetarli darajada elektr energiya bilan ta'minlovchi o'sha agrovoltaika formatida quyosh panellari o'rnatilish jarayonlari ko'pchilik guvoh bo'ldi. Bu ham to'g'ridan to'g'ri elektr energiyani muqobil shaklga o'tkazishga olib keladi va tarmoqqa albatta yuklamani kamayishiga ham sabab bo'ladi. Shu yerda qo'shimcha qilib ketish kerak. Aksariyat hollarda energiya samaradorlik va energiya tejamkorlik tushunchalari ajratilmaydi amaliyotda. Aslida bir-biriga o'xshash, lekin mutlaqo boshqa tushunchalar. Ya'ni o'sha qishloq xo'jaligida nasoslarni ham energiya samarador nasoslarga almashtirishimiz mumkin. Ya'ni energiya samarador qurilma mohiyatiga ko'ra o'sha energiya samarador bo'lmagan qurilmani ishini qila oladi, faqat kamroq energiya bilan. Ya'ni kim qaysidir bir funksiyani bajarishda jarayonga kamroq resurs sarflagan holda o'sha natijaga erishishni o'zi samaradorlik deb qaraladigan bo'lsa, bizda energiya samarador qurilmalardan ko'proq foydalanish tezroq maqsadga erishishga yo'l qo'yib beradi. Aynan quyosh panellari aktualligi oshganligini yana bir sababi faqatgina o'sha energiya tejash emas, balki o'sha ekologiyaga ham foydasini oshirishdan iboratdir. Bu borada aynan o'sha ekologik tomonlama foydasi haqida aytib bersangiz. 1000 kilovat elektr energiyasidan 200 kilogramga yaqin CO2 zararli dioksid gazlari ajralib chiqadi. 1 kilovat quyosh paneli 200-250 kilogram atrofida zararli gazlarni atrof muhitga chiqarib yuborishini oldini olishga sabab bo'ladi. Bundan tashqari o'sha zararli gazlar faqat bu elektr energiyadan emas, tabiiy gazdan, ko'mir yoqish natijasida o'sha yoqilg'ini yoqish natijasida ajralib chiqadigan gazlar bu. Bu o'sha zararli gazlarni chiqarib yuborishni oldini olish maqsadida faqatgina quyosh paneli o'rnatilmayapti. Energiya samaradorligi milliy agentlik tomonidan bino inshootlarida energiya samaradorligini oshirish, bu ya'ni o'sha tashqi tomondan issiqlik izolyatsiyasini qilish, tom qismini izolyatsiya qilish, o'sha oyna romlarini 2-3 qavatli energiya samarador oyna romlariga almashtirish, o'sha eski turdagi ko'mirga ishlaydigan kotyollarni, qozonlarni issiqlik nasoslariga almashtirish orqali o'sha mavjud kam energiya sarflab ko'proq muddatga o'sha issiqligini saqlab turish choralari ko'rilyapti. Qo'shimcha qilmoqchi edim, shu ma'lumotlarni raqamlar bilan to'ldirsam, 2026-yilda 5000 ta atrofida ijtimoiy soha obyektlari aynan agentlik tomonidan modernizatsiya qilinishi natijasida raqamlar, ya'ni ishlab chiqilgan 595 ming tonna atrof muhitga chiqadigan zararni oldi olinishi kutilyapti. Bu juda katta ko'rsatkich. Bu nafaqat inson salomatligiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatishga o'zini hissasini qo'shadi. Ma'lumki, respublikamizda ishlab chiqariladigan elektr energiyasini, ya'ni jami generatsiya qilinadigan elektr energiyasini ishlab chiqarishning 80% tabiiy gaz yoqish hisobiga amalga oshiriladi. Bu esa atmosferani shu karbonat dioksid gazlariga to'ldirishga xizmat qiladi. Ushbu raqamni o'zi ham quyosh panellari qanchalik aktualligini ochiq-oydin ko'rsatib beradi. Demak, panelga o'tishimiz bizga ekologiya uchun katta plus. Tushunarli. Quyosh energiyasi kelajakda shu elektr muammosini to'liq hal qilishi mumkinmi? Quyosh energiyasi hal qilishi mumkin qachonki o'sha quyosh energiyasini saqlash tizimi, o'sha batareyka, akkumulyator tizimini yo'lga qo'yilgan taqdirda. Ya'ni yig'ib olib, kunduz ishlab chiqarilgan ortiqcha energiyani saqlab, kechki o'sha quyosh botganda foydalanish tizimini yo'lga to'liq qo'yilgandan keyin yoqilg'i yoqish natijasida ishlab chiqariladigan elektrni o'rnini qoplab berishi mumkin. Hozir quyosh panel o'rnatayotgan xonadonlar shu ortiqcha energiyani saqlab, tunda shu quyosh bo'lmagan paytda ishlatishlari mumkinmi? Bunga o'xshagan qanaqadir tizim bormi o'zi? Albatta, bu quyosh panellarini o'rnatish turiga qarab on-grid, off-grid turlari mavjud, gibrid 3 ta turi mavjud. Bu on-grid tizimi faqat quyosh paneli o'rnatadi, o'z ehtiyojiga ishlatadi, ortiqchasini
elektr tarmoqlariga sotadi. Off-grid bor, bu akkumulyatorli sistema. Bu quyosh panel o'rnatiladi, akkumulyator o'rnatiladi, o'z ehtiyojiga ishlatiladi, ortiqchasi akkumulyatorga saqlanadi. Quyosh botgandan keyin kechki payt o'sha akkumulyatordagi energiyani o'z ehtiyojiga ishlatadi. Gibrid usuli bor, ham akkumulyator o'rnatadi, ham quyosh panel, ham setdan olib, setga nima qilish imkoniyati mavjud. Savolingizga yana ham soddaroq javob beradigan bo'lsak, elektr energiyasi, ya'ni quyosh paneli orqali generatsiya qilinayotgan elektr energiyasi aholini elektrga bo'lgan ehtiyojini to'liq qoplash masalasi, bu ko'proq elektr energiyasini jamlash, ya'ni akkumulyator qurilmalarini texnik taraqqiyotiga bog'liq. Ya'ni ilmiy taraqqiyot bilan bog'liq masala bu. Ular qanchalik arzon ishlab chiqarishda yo'lga qo'yilsa, qurilmalar, saqlash qurilmalari. Ya'ni oddiyroq qilsak, aholiga dostupniroq bo'lganda bu masala yechiladi. Tushunarli. Internetda bir ma'lumotni ko'rgan edim. Shu Germaniya tomonlarida shunchaki oddiy do'kondan 400 yevro atrofida quyosh panelini sotib olib, xonadoniga olib kelib, shunchaki elektr tokiga tiqish orqali shu quyosh paneldan foydalanishar ekan. O'zbekiston sharoitida amaliyotda bor. Hattoki ko'p qavatli uyda yashab turib, o'zini masalan, siz yashayotgan uyning oynasini tagiga xuddi siz aytgandek qurilmani o'rnatib, tokka shunchaki ulaydi va yetarli darajada o'zini xonadoniga elektr energiyani shunaqa generatsiya qilib olayotgan xonadonlar bugungi kunda bor. U qayerda sotiladi? Endi bizda do'konlarda sotiladimi? Ha, bu o'zini ta'minotchilari bor. Buni masalan Energiya samaradorligi milliy agentligining ham hozir tarkibida 150 dan ortiq ta'minotchilar ro'yxatga kirishgan. Bu ta'minotchilar hammasi o'zini servis xizmatlariga ega, o'zini kafolat muddatlari bilan bizani platformaga ishtirokchi sifatida kirishgan va ular bilan fuqaro o'rtasida shartnoma tuziladi. Shartnoma shartlarida kafolat muddati, servis muddatlari ham hammasi nazarda tutiladi va qanaqadir fuqaro uskunadan norozichilik bo'lgan taqdirda shartnoma doirasida bemalol ular bilan shu servis va kafolat muddatlarini ham talab qila olish imkoniyati bor. Ya'ni ko'chadan shunchaki borib sotib olgan taqdiringizda sizga unaqa kafolat muddati yoki shartnoma bo'lmasligi mumkin, lekin bizani agentlik tomonidan agar shu qurilmani, xuddi siz aytgan qurilmani ham o'rnatgan taqdirda 20% miqdorda subsidiyaga ham erishish imkoniyati. Endi mana siz aytdingizki, ko'p qavatli uylarda ham bu ishni amalga oshirsa bo'ladi. Ular umumiy tarmoqqa ulangan bo'ladi-ku. Masalan, men mana shunday ko'p qavatli uyda yashayman. Demak, men o'zim shu ishni amalga oshirib, o'sha qurilmani sotib olib, uyda uni ishlatib, o'sha umumiy tarmoqdan uzilishim mumkinmi? Bu haqda men qayergadir ma'lum qilishim kerak-ku, to'g'rimi? Endi umumiy tarmoqdan uzilish degani endi to'liq umumiy tarmoqdan uzilish imkoniyati yo'q, lekin siz har holda energiya samaradorlikka erishishingiz mumkin. Buni qanaqa amalga oshirish mumkin? Agentlikni resmi O'zeksus degan shu sayti orqali murojaat qilganingizdan keyin sizni energiya auditor sizga tavsiyalarni beradi va shu qatorda siz xohlayotgan shu uskunani ham tavsiyasini beradi. Bu bunaqa faqat lekin u siz aytayotgan quyosh paneli quvvati unaqa katta miqdorda bo'lmaydi. Qo'shimcha ravishda. Qo'shimcha ravishda uzog'i 1 kilovat miqdordagi quvvatga ega bo'lgan panel bo'ladi. Bu degani bu 1 yilda o'sha 1,5 ming kilovat elektr energiyangizni sizga tejab bera olishi mumkin. Masalan, sizni uyingizdagi ko'p qavatli uyda o'rtacha, men o'zim ham ko'p qavatli uyda turaman, lekin 1 yilda o'rtacha 3000 kilovat atrofida elektr energiya ishlataman. Bu degani yarim ehtiyojimni qoplab bera oladi. Shu siz aytgan qurilma degani. Siz aytgan qurilmalar, ya'ni o'sha Germaniya misolida keltirgan qurilmalar, bular ishlatishga tayyor tipdagi qurilmalar hisoblanadi. Amaliyotda bilamizki, har qanday qurilma yoki umuman texnologiya odamga qanchalik ko'proq qulaylik keltirsa, shunchalik tannarxi baland bo'ladi. Ular narxi balandroq aslida. Lekin foydali ish koeffitsiyenti hozirgi kunda mamlakatimizda shu aholiga taklif qilinayotgan quyosh panellari darajasiga chiqmaydi. Bular mobilniy qurilmalar. Mamlakatimizda umuman masalan shaharda ham aksariyat shu energetik qurilmalar bilan savdo qiladigan do'konlarga kirsangiz, turibdi hammasi. Sotuvda bor, defitsit narsa emas. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bu narsa bizni mamlakatimiz uchun, bizni shu energiya qurilmalar bozori uchun yangilik emas. O'zi bor. Bizda o'sha qanchadan boshlanadi bunaqa narxlari, o'sha qurilmalar minimum misol uchun? Men o'zim oxirgi marta ko'rganim
qurilmani shu akkumulyatori $500. Demak, deyarli o'sha Germaniya bilan qurilmani- 400 yevrodan boshlansa bir xil ekan. Qurilmani o'zi, quyosh panelini o'zi nisbatan arzonroq. Hozir narxi esimda yo'q, arzonroq edi u. Ya'ni u ko'tarib yurish mumkin, joyini o'zgartirish mumkin. Ya'ni mobil qurilma hisoblanadi ular. Tushunarli. Sizlar o'zingizlar o'rnatganmisizlar uyingizlarga shunaqa quyosh panellarini? Ha, o'rnatganmiz, bundan foydalanib kelyapmiz. Hozir masalan men o'zimni uyim misolida endi o'zimni ko'p qavatli uyda turaman, lekin opamni uylariga shu quyosh panelni o'rnatishda ishtirok etganman va bugungi kunda shu 10 kilovatli quyosh panel o'rtacha bugungi kunda bahor havosida kunlarimiz ochiq va o'rtacha 60 kilovat atrofida elektr energiyasi yetkazib beryapti. Bu kuniga. Misol uchun aprel oyi yakuniga ko'ra 1200 kilovatdan oshiq elektr energiya ishlab chiqardi. Oyiga. Uni bir oyda. Uni bir 300 kilovatini ular o'zligisini ehtiyoji uchun sarflashdi va qolganini davlatga tarmoq uzatish hisobiga to'lovlarni qabul qilib olishdi. O'zi umuman olganda bugun odamlarimiz orasida quyosh energiyasi haqida qanday noto'g'ri fikrlar ham shakllangan. Ular haqida ham bilaylik. Endi foydasini tushunib oldik. Lekin hamma ham ommaviy ravishda borib ularni o'rnatmayapti-ku, baribir qo'rquvlar ham bor-da o'ziga yarasha. Uni quyosh energiyasida to'g'ri, masalan, uyga aholini o'zini tomiga o'rnatishdan ozgina qo'rqishi mumkin. Qanaqadir kelgusida bir agar noto'g'ri o'rnatilgan bo'lsa, uni xavfli taraflari yoki qizish yuqori bo'lishi hisobiga yonib ketadi degan har xil tushunchalar bor. Lekin eng muhimi to'g'ri ta'minotchi va to'g'ri joyga murojaat qilishda deb o'ylaymiz. Chunki sifatli servis bo'lgan joyda hozir bugungi kunda quyosh panellari bizning yurtimizga kirib kelganga 2012-11 yillardan aholi uylariga o'rnatishni boshlagan bo'lsa, hattoki shunaqa joylarni ko'rdik, shu 10 yil, 15 yildan beri xizmat qilib kelayotgan joylar ham bor. Bu degani sifatli servisga bog'liq eng avvalo, yetarli tajribaga va servis xizmatlariga ega bo'lgan ta'minotchilarni platformaga qo'shganmiz va masalan hozir bugungi kunda quyosh fotoelektr stansiyasini o'rnatib beruvchi hisobimiz bo'yicha 300 dan ortiq, 400 dan ortiq ta'minotchilar hozir juda ko'payib ketgan. Chunki bu ommalashib import qilib O'zbekistonga shu narsa kirib kelyapti. Lekin uni sifatli o'rnatish va servis xizmati ko'rsata olish qobiliyatiga ega bo'lgan mutaxassislar hamma joyda ham yetarli emas. Demak, faqatgina sizlarning portalingiz orqali shu sifatli mutaxassislarni topsa bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, energiyani tejashga qaratilgan chora-tadbirlarning amalga oshirilishi kommunal xizmatlar uchun sarflanadigan xarajatlarni qisqartirish bilan birga yangi ish o'rinlarini yaratish va iqtisodiy faollikni oshirishga ham xizmat qiladi. Bu yo'nalishdagi ishlar tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlab, kelgusi avlodlar uchun mustahkam iqtisodiy asos yaratishga xizmat qilib kelmoqda. Ko'rganingiz o'zimizda tok shousi edi. Ko'rishguncha salomat bo'ling. Omon bo'ling.